Cobalt'ta yangilik kutganlar uchun biz sizlarga hozir yangilikni aytib o'tamiz. Ulug'bek ko'p video chiqaramiz, lekin shuni kredit grafik bo'yicha so'zlamay o'tib ketamiz-da. Shu to'g'risida o'zing qisqacha aytib bersan, necha so'mdan chiqadi oylik to'lovlari bilan eng kam to'lovni aytsak bo'ladi hozir. Eng kam to'lov bo'ladi 23 million to'lasalar bo'ladi. Oylik to'lovlari 3 million 900 ming so'mdan chiqadi. Eng kam to'lov varianti bu. Agar 50% to'laydigan bo'lsa, yana pasayadi. 50% to'lasalar muddatlarini qarab, hozir imtiyoz ham bo'lib turibdi, foizlar ham pasaydi. YouTube'ga qo'ydik siz bilan. Yangiliklarni ham aytib, damazlar haqida ham trekkerlarni ham aytib o'tsak shu yurtdoshlarimiz. Damazda nima yangilik bo'ldi hozirgi kunda? Damaslarda shu avvalgi variant muddatlari ozgina uzaydi, rasoshkalar bo'lib turadi. Foizsiz hozirda endi muddatlari yana ham uzaydi. 50% to'lagan holda 22 ga chiqib turadi. Hozir 50% to'lasalar 26 ga chiqadi. Bu da yana oylik to'lovlardan ta'sir etdi. Avval 2 million 200 edi, hozir 1 million 800 ming so'mdan foizsiz bo'lib to'lashga xarid etsalar bo'ladi. Bonusdan ham ayt. Bonuslarni bizda yil davomida bo'ladi. Xudo xolasa bonus Damaslarimizni xolasalar polik, xolasalar benzin solib beramiz. Faqat Damas emas, bu narsa Cobaltlar ham bor, 10x trekkerlar uchun bonuslar ulayib boradi. Mashinalarga sayin bonuslardan Xudo xolasa ulayib boraveramiz. Narx navosi Davlat YouTube kanaliga kirsangizlar, biza polni grafik bo'yicha chiqarganmiz, videolarni ishlayapmiz. Shuna girib ko'ringlar, savollar bo'lsa, avtosalon telefon raqami. Kommentariyada yozib qoldirsalar bo'lmasa, keyingi videolarda shu muzazzamimiz aytgan obunachilarimiz aytgan videolarni chiqarib beramiz. Savollarga javob berib. Bo'ldi. Xorazm avtosavdo avtosaloni shu Urganch shahrida bir dana shu Ulduz Daryo bor. Dom, shu domning yon boshida joylashgan. Ya'ni Mashal magazin tarafdan kelsangizlar, shu yerda joylashgan bo'ladi. Rahmat ulkan. Yaxshi, sog' bo'ling.